2027 yilgi Chevrolet Cobalt avtomobil ixlosmandlari orasida katta qiziqish uyg'otayotgan modellardan biri hisoblanadi. Biroq shuni ta'kidlash kerakki, General Motors tomonidan hozircha 2027 Chevrolet Cobalt ishlab chiqarilishi yoki uning texnik xususiyatlari rasman tasdiqlanmagan. Internetda tarqalayotgan ma'lumotlarning aksariyati konsept dizaynlar va mustaqil dizaynerlarning taxminlariga asoslangan. Shunga qaramay, ushbu konsept avtomobil zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va kundalik foydalanish uchun qulay imkoniyatlarni o'zida mujassam etishi kutilmoqda. Old qismida keng radiator panjarasi, ingichka LED faralar, sport uslubidagi bamper va aerodinamik kuzov chiziqlari avtomobilga juda zamonaviy ko'rinish beradi. Yon tomondan 17 yoki 18 dyumli qotishma disklar, qora bezaklar va silliq kuzov shakli uning dinamik xarakterini yanada kuchaytiradi. Orqa qismida esa LED stop chiroqlari, sport uslubidagi diffuzor va zamonaviy bagaj dizayni avtomobilning premium ko'rinishini ta'kidlaydi. Salon ham zamonaviy talablarga mos bo'lishi kutilmoqda. Katta sensorli multimedia ekrani, to'liq raqamli instrument panel, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi, Bluetooth, USB Type portlari, simsiz telefon quvvatlash tizimi va ovozli boshqaruv funksiyalari haydovchiga maksimal qulaylik yaratadi. Yumshoq materiallardan tayyorlangan panel, ergonomik o'rindiqlar va keng salon uzoq safarlarda ham yuqori komfortni ta'minlaydi. Dvigatel qismida 1.5 litrli turbo benzinli motor yoki 3 litrli zamonaviy turbo agregat taklif qilinishi mumkin. Quvvat taxminan 160-180 ot kuchi atrofida bo'lishi, 6 pogonali avtomatik yoki chirt uzatma bilan birga ishlashi kutilmoqda. Bunday kombinatsiya tezlanish, yoqilgi tejamkorligi va silliq harakatni ta'minlaydi. O'rtacha yoqilgi sarfi 100 kilometrga 5 litr atrofida bo'lishi mumkin. Xavfsizlik tizimlari ham zamonaviy darajada bo'lishi kutilmoqda. Adaptiv kruz nazorati, avtomatik favqulodda tormozlash, piyodalarni aniqlash tizimi, yo'lakni ushlab turish yordamchisi, kor nuqtani kuzatish, orqa kamera, 360 darajali kamera, old va orqa park sensorlari, ABS, EBS, tortish nazorati hamda bir nechta xavfsizlik yostiqchalari avtomobilning asosiy afzalliklaridan biri bo'lishi mumkin. Xavfsizlik tizimlari ham zamonaviy darajada bo'lishi kutilmoqda. Adaptiv kruz nazorati, avtomatik favqulodda tormozlash, piyodalarni aniqlash tizimi, yo'lakni ushlab turish yordamchisi, kor nuqtani kuzatish, orqa kamera, 360 darajali kamera, old va orqa park sensorlari, ABS, EBS, tortish nazorati hamda bir nechta xavfsizlik yostiqchalari avtomobilning asosiy afzalliklaridan biri bo'lishi mumkin. Osma tizimi shahardagi notekis yo'llarda qulay harakatlanishni ta'minlashi, elektr rul boshqaruvi esa aniq va yengil boshqaruvni taklif qilishi kutilmoqda. Shovqin izolyatsiyasi ham avvalgi avlodlarga qaraganda yaxshilanishi mumkin. Bagaj hajmi oilaviy foydalanish uchun yetarli bo'lib, orqa o'rindiqlar bukilganda katta yuklarni tashish imkonini beradi. Salon ichidagi ko'plab saqlash bo'limlari esa kundalik foydalanishda juda qulay hisoblanadi. 2027 yilgi Chevrolet Cobalt konsepti dizayn jihatidan yoshlar, oilalar va biznes foydalanuvchilari uchun birdek jozibador ko'rinadi. Sport uslubidagi tashqi ko'rinish, zamonaviy texnologiyalar, tejamkor dvigatel va xavfsizlik tizimlari uni kompakt sedan segmentidagi kuchli nomzodga aylantirishi mumkin. Agar ushbu konsept ishlab chiqarishga chiqarilsa, u zamonaviy Chevrolet uslubini davom ettirib, qulaylik, ishonchlilik va iqtisodiylikni bir avtomobilda jamlagan model bo'lishi mumkin. Hozircha rasmiy texnik ma'lumotlar va taqdimot e'lon qilinmagan bo'lsa-da, avtomobil ixlosmandlari orasida unga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda va kelajakda Chevrolet ushbu afsonaviy nomni yangi avlod bilan qayta tiklashi ehtimoldan xoli emas.